Assalomu alaykum, hurmatli bozor aziz obunachilari, mana sizlarga tosh qozlari. Erkak yuvosh 8 oylik toycha. Janovorni so'kalarini qaranglar. U aka bitta joyda turgan ekan, bitta joyda yotgan. Oyoq qo'llari cho'tki turibdi. Erkak yuvosh, odamga yaqin, 8 oylik toycha. Hurmatli bozorga o'tib, kanalni bosib, like'larni uringlar keling. Kommentariyalarni chiroyli qilib yozaverasizlar. Akalar, yosh bola olyapti-da, aloqa chiqmayman demanglar, aloqa chiqinglar, dadam bemalol kelishtirib beradi. Men videoga olaman, dadam kelishtiradi. Suti bor bo'g'ozimga kelsak, oyoq qo'li butun. Kecha bolasidan ajralganigacha mehr kerak. 2-3 kunda yuvoshlik bilinib, yemlaringni bemalol gaplaringga yuraveradi. Namollar hali yuvosh. 6 oylik bo'g'oz. 6 oydan o'tgan bo'g'oz. Kecha boladan ajrabdi mana. Yelinlari ham, so'skalari ham injiq. Bu sigirimizga kelsak mana. Bolasi xonajin. Sutiz 10 tasini olaverasizlar, 8 ta 7 taga bemalol aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab kelishadi. Vodiydan masalan, vodiyda ag'iga ham olib beriladi. Ularni qabul qilib olaverasiz. Akalar, meni bo'g'ozlikda video qilavering, eslasanang. Bolasi xonajin tushibdi, oldiga tushibdi. Injig'idan mana cho'tki bezak tug'ilibdi. Mana akalar, meni qaranglar, bu katta narsani. Sutiga 5 ta beryapti, apparat qo'lim tanlamayapti. Aynalib o'zimizga o'zimizga keldi mana. Marg'ilonda turibdi akalar, Varashilibdi. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Mana tuyoqlari ham zagonda yurgani uchun o'ziga mos istagan tuyoq bo'lib qolibdi. Bola ham antiqa bola beribdi janob. Kallaga kameraga qarab ishlarini qaranglar. Yoni sog'. Akalar. Bu molga 63 million kalami bor. 63 million kalami dadam 65-66 aytaman dollar, mana obunachilarimga 63 qilib beraman dollar. Ha bo'pti, aloqa chiqishaversin. Bolasi toza rossiyskiy qo'nadi. Ertaga katta qilib oladiganlar. Baldaqlargacha saqib berishibdi. Fermaga sotuvdi. Jicha naqa bo'lib qolibdi. Pul kerak bo'lib qolgan ekan, bizga o'zimizga sotishdi. O'zimizni Marg'ilon, Varashilibda turibdi. Bemalol aloqa chiqarasizlar akalar. Otni ham ko'ringlar. Bitta qo'raga tashlab boqsalang, ancha-muncha foyda qiladi akalar. Uloqqa kirib ketsanglar oyim. Yana bitta ot yutib olinglar, tuya ham yutib olinglar. Akalar. Janavor. Bitta joyda turib yotgan ekan, hali qashilgan ham yo'q. Akalar, aloqa chiqarasizlar. Tirs-tirs yutib qolgan. Tirs-tirs!